Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan hajmi noma'lum jismlarning hajmini, suyuqlikni siqib chiqarish usuli orqali aniqlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan qurilmalar menzurka, suyuqlik va hajmi topilishi kerak bo'lgan jismlar kerak bo'ladi. Demak, mavzuyimizda bugungi amaliy mashg'ulotimizda hajmi noma'lum jismlar. Masalan, mana bunday shakli ma'lum bo'lgan, aniq geometrik shaklga ega bo'lgan jismlarni hajmini topish matematik yo'l bilan oson. Buni bo'yini, enini va balandligini bir-biriga ko'paytirish orqali bularning hajmi aniqlanadi. Yoki sharni hajmini topish uchun uning radiusini bilish kifoya. Yoki silindrning hajmini topish uchun uning asosining yuzasini balandligiga ko'paytirsak oson topiladi. Lekin hajmi noma'lum bo'lgan mana bunday jismlarni ham hajmini biz oson yo'l bilan topishimiz mumkin. Buni demak hajmini matematik yo'l bilan hisoblashning deyarli imkoni yo'q. Buni o'lchash uchun, buni hisob-kitob qilish uchun juda ko'p va mehnat talab etiladi. Yoki mana bu oddiy toshni ham hajmini topish uchun juda ko'p mehnat talab etiladi. Yoki mana bu bolt yoki mixni olaylik. Oddiy mana shu mixni ham hajmini topish uchun o'lchashlarimiz, murakkab o'lchashlarimiz kerak bo'ladi. Lekin buni oson yo'li suyuqlikni siqib chiqarish usuli yordamida aniqlashimiz mumkin. Bu demak usulning asoschisi Arximed hisoblanadi. Jism suyuqlikka botganda o'z hajmi miqdorida suvni siqib chiqaradi. Buni formulasi demak, jism hajmini topish uchun oxirgi hajmdan boshlang'ich hajmni ayirishimiz kerak bo'ladi. Bu esa uning matematik ko'rinishi. Hajm V harf bilan belgilanadi. Birligi metr kub. Misol uchun mana bu yerda bir misol keltirganmiz. Mana jismning boshlang'ich hajmi 35 millilitr, oxirgi hajmi 65 millilitr bo'lsa, jismning hajmi qancha? Demak, bu yerda hisob-kitobi biz demak 65 dan 35 ni ayirsak, jismning hajmi 30 santimetr kubligi kelib chiqadi. E'tibor qilishimiz kerak bo'lgan joyi 1 millilitrimiz 1 santimetr kubga teng. Mana bu yerda 30 millilitr 30 santimetr kubga teng deb belgilanyapti. Mana 30 santimetr kub bo'lyapti hajmimiz. Endi mana bu menzurkalarga e'tibor qiladigan bo'lsak, menzurkalarga 1000 millilitrgacha sig'imga ega bo'lgan menzurka. Bu 250 millilitr hajmga ega bo'lgan menzurka. Bunisi 100 millilitrga ega bo'lgan. Endi bularning har birining demak 400 bilan 500 ning orasida 10 ta chiziq qo'yilgan. Buni har bir chizig'i 10 millilitrni bildiradi. 10 millilitr 10 santimetrni bildiradi. Endi mana bu yerda 140 va 160 oralig'iga 10 ta chiziq qo'yilgan. Bu yerda har bir chizig'imiz 2 millilitrni yoki 2 santimetr kubni bildiradi. Yoki mana bu yerda 100 millilitr bo'lgan menzurkamizda 50 bilan 60 orasiga 10 ta chiziq qo'yilgan. Demak, har bir chizig'imiz 1 millilitrni bildiradi. Biz hozir hisoblashni uchala menzurkada ham amalga oshiramiz. Shuning uchun bularni bilishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, endi sizlarga qiziqarli savollar taqdim etamiz. Birinchi savol. Boshlang'ich hajm 120 millilitr, jism botirilgandan keyin esa 187 millilitr bo'ldi. Jism hajmi necha millilitr? Ikkinchi savol. Agar jism hajmi 45 santimetr kub bo'lsa, boshlang'ich hajm 210 millilitr bo'lganda oxirgi hajm qancha bo'ladi? Uchinchi savolimiz esa, agar siz dengizda kema qurmoqchi bo'lsangiz, bu usul sizga qanday yordam berishi mumkin? Bu savollarga javobni izohlarda kutib qolamiz. Hurmatli o'quvchilar, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, suyuqlikni siqib chiqarish usuli yordamida jism hajmini aniqlash oddiy, arzon va aniq hisoblanadi. Misol uchun, mana bu qismni hajmini topish uchun bizdan juda ko'p bilim va o'lchashlar talab etiladi. Ikkinchi xulosamiz, notekis shaklli jismlar hajmini o'lchashda eng ishonchli usullardan biri hisoblanadi. Hozir o'rganayotgan amaliy darsimiz boshqa o'lchashlarga nisbatan aniqligi yuqori hamda sodda o'lchashlar hisoblanadi. Bu usul massadan foydalanmasdan ham jism hajmini aniqlash imkonini beradi. Hurmatli o'quvchilar, biz mana shu taqdimotni, mana shu jarayonni amalga oshirish uchun quyidagi adabiyotlardan
foydalandik. Sizlarga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, yana ham qiziqarli tajribalar mana shu adabiyotlarda keltirib o'tilgan. Hurmatli o'quvchilar, endi darsimizning ikkinchi qismi, tajriba qismiga o'tamiz. Tajribani o'lchashlar yordamida amalga oshiramiz. Birinchi, demak, boshlang'ich hajmni topishimiz kerak. Bunda 400 millilitrda turibdi. Demak, bizga boshlang'ich hajmimiz 400 millilitrni tashkil etadi. Endi bunga jismni botiramiz. Jismni botirganimizda u o'zining hajmiga teng bo'lgan suvni siqib chiqadi. Hamda u yerdagi natijani olamiz. Bu yerda 475 millilitr bo'lyapti keyingi hajmimiz, millilitr. Demak, biz topishimiz kerak, jism hajmini topishimiz kerak bo'ladi, santimetr kubda. Endi biz formulamizdan foydalanamiz. Jism hajmini topish uchun oxirgi hajmdan boshlang'ich hajmni ayirishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir endi hisoblashni amalga oshiramiz. Hurmatli o'quvchilar, mana biz birinchi jismni hajmini topib oldik. Hurmatli o'quvchilar, endi ikkinchi noma'lum jism hajmini topamiz. Bunda ham boshlang'ich hajmni hisoblashimiz kerak, yozib olishimiz kerak. Boshlang'ich hajm 400 millilitrligicha turibdi. 400 millilitr. Endi jismni suyuqlikka solamiz. Suyuqlikka jismni botirganimizda suyuqlik hajmi ko'tarildi. Endi ko'tarilgan joyida demak 480 millilitrga yetib keldi. Endi jismni demak oxirgi hajmini hisoblab oldik. 480 millilitr chiqdi. Endi formulamizga qo'yib buni ham hisob kitob bilan amalga oshiramiz. 80 millilitr. Har bir millilitrimiz 1 santimetr kubga teng. Demak, buni santimetr kubga o'tkazadigan bo'lsak, 80 santimetr kub hisoblanadi. Xuddi shu yo'l bilan boshqa jismlarni ham hajmini hisoblashimiz mumkin. Masalan, mana bu metal jismni. Buni ko'rib turibsiz, ichi bo'sh, mana bu yerda o'yiqlari bor. Buni hajmini oddiy matematik yo'l bilan yoki o'lchashlar bilan hisob kitob qiladigan bo'lsak, juda ko'p vaqtimiz ketadi. Hurmatli o'quvchilar, endi uchinchi jismni hajmini topamiz. Buning uchun bizga kichik mezurka yetarli, chunki buning hajmi kichkina bo'lganligi uchun kichik mezurka orqali hisoblasak ham bo'ladi. Buning uchun oldin boshlang'ich hajmni topishimiz kerak. Boshlang'ich hajm 140 millilitrga teng. 140 millilitrga teng. Bunga jismni botirganimizdagi hajmni olishimiz kerak endi. Jism to'la botdi. Va endi u botgandagi hajmi 150 millilitr bo'lib qoldi. 150 millilitr. Endi biz formula yordamida buning hajmini topamiz. Xuddi shu yo'l bilan boshqa jismlarni ham hajmini aniqlasak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, endi boltimizning hajmini topamiz. Buni ham o'sha ketma-ketlikda amalga oshiramiz. Birinchi bu hajmni, boshlang'ich hajmni topib olamiz. Bu hozir bizda 51 millilitrda turibdi. Boshlang'ich hajm 51 millilitrga teng. Endi bunga boltimizni botirganimizdagi hajmni olishimiz kerak. Mana boltimiz to'liq botganda hajmimiz 54 millilitr bo'lib qoldi. Endi hisob kitob amalga oshiramiz. Hurmatli o'quvchilar, shu bilan bizning amaliy darsimiz yakunlandi. Yana qanday jismlarni, masalan, suvda eriydigan yoki suvda cho'kmaydigan jismlarni hajmini, suyuqlikni siqib chiqarish yo'li yordamida topish mumkinmi va u qanday? Javoblaringizni kutib qolamiz.